Qiziqishlarni o'zaman tushunmadim. Sizlar nimaga faqat yoshlarga kontent qilyapsizlar? Ishonchga keladiganlarni ham ko'pchiligi kattalarni tashkil. Bitta shunaqa ham befursat odam bo'layotganda, operator qaytib olamiz. Bilasizmi shuni? Katta yoshdagilarga ham kontent qilinglar. Tezroq. Ona vatanim O'zbekistonda zo'r magazin bormish yuragida. U yerda narxlar emish vobshe arzon. Eshitib qoldim qo'shnim turdidan. Ishonchda hozir ko'p smartfonlar, S25 dan iPhonegacha. 17 Pro deysanmi jo'ra? Xonlar 9 dey ham chotkida. Bunday imkoniyat ajoyib. S25 Ultra qanchadan? Oyiga 1,411,000 so'm. A17 aytgin qanchadan? Akajon, A17 1,993,000. 12 oyga 235,000 dan. 17 Pro esa 18 million so'm. 12 oyga 2,130,000 so'mdan. Honor 9 D esa 444,000 so'mdan. S25 Ultra 11,926,000 so'm. 12 oyga 1,411,000 so'mdan. Ajoyib smartfonlar, ishonchda faqat kelib xarid qiling. Ishonchdan narxlarning zo'ri, smartfonlar zona, tanlovga loyiq. Ishonchda